Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, qurilish sohasi vakillari. Avvalo barchangizni bugungi uchrashuvimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz, mamnunmiz. Bugun qurilish sohasi endi iqtisodiyotning muhim drayveri, lokomotiv sohalardan biriga aylanganligini hammamiz ko'rib turibmiz. Butun respublikada bu narsa birinchi darajaga chiqdi bugun. O'zlaring ham bilasizlar, endi qurilishni rivojlantirmasdan, qurilish materiallarini ishlab chiqarishni rivojlantirmasdan oldimizga qo'ygan maqsad muddolarimizga erisha olmaymiz. Albatta, amalga oshirilayotgan islohotlarni jadallashtirishda qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarning o'rni beqiyos. Hech kimga sir emas, 20-30 yil oldin qurilish masalasi xalqimiz uchun haqiqiy tashvish bo'lgan. Ko'plab hududlarda uylar beton devorsiz qurilgan. Qishloqlarimizda pishig'ishli uy deyarli bo'lmasdi. Imorat qurmoqchi bo'lgan kishini umri paxsa bilan boyagi loy tepish bilan o'tib ketardi. Mana hozir biza Qamashi tumanida Chim mahallasida Yangi O'zbekiston nafasiga uyg'unlashgan mahalla qilamiz deb harakat qilyapmiz. Endi agar qarasangiz, hamma joy shu paxsa devor, na uy ham yerdan ichkariga kirib ketib qolgan, umuman zax bosib ketgan, boshqa holatlar juda ko'p. Men o'ylaymanki, bugun mana shu zamon yetdiki, vaqt soat keldiki, albatta odamlarimizni yashashi uchun eng zamonaviy turar joy majmualarini qurishni zamonni o'zi taqozo etyapti. Butun viloyatlar aro raqobat ham ketyapti. Qani kim chiroyli qilar ekan, kim arzon qilar ekan, kim qulay qilar ekan degan ma'noda. Umuman so'nggi yillarda viloyatimizda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi uy joylar, ijtimoiy soha obyektlari, sanoat korxonalari va infratuzilma tarmoqlari qurilyapti. Bu qurilish materiallariga bo'lgan talabni yanada oshiryapti. Viloyatimizda ham mazkur sohada yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratildi. Mahalliy xomashyodan samarali foydalanish yo'lga qo'yildi. Birgina qurilish tarmog'ining o'sishi ortidan sement, metal, oyna, keramika, mebel, logistika, xizmat ko'rsatish kabi o'nlab tarmoqlar bugun rivojlanyapti. Mana shu qurilish lokomotiv bo'lib, boshqa tarmoqlarni ham o'zi tortib ketyapti. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, qurilish sohasiga kiritilgan har 1 milliard so'm investitsiya iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga qo'shimcha 2-3 milliard so'mlik iqtisodiy farovonlikni yuzaga keltiryapti. Buni hamma biladi, hamma tasdiqlaydi. Lekin hududimizda qurilish materiallariga bo'lgan ichki talabning qariyb 25-30% hali ham tashqi bozor hisobiga qoplanyapti. Ayrim mahsulotlar bo'yicha logistika xarajatlari tan narxni 15-20% tashkil qilyapti. Buni men o'zim osmondan olib aytayotganim yo'q, bu tahlillar natijasida bu hisob-kitob bilan kelyapti. Energiya sarfi yuqori bo'lgan eski texnologiyalar ayrim korxonalarimizda raqobat bardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bu esa sohada mutlaqo yangicha yondashuvni talab qilyapti. Shu sababli hurmatli quruvchilar, hurmatli tadbirkorlar, bugungi uchrashuvimizga o'z sanoat qurilish materiallari uyushmasi raisi mana Ilyos akam, Ilyos Ikromovich ham ishtirok etyaptilar. Bu kishi ham o'zlarining fikr mulohazalarini bildiradilar. O'tiring aka. Savol-javoblar bo'lsa bemalol berishlaring mumkin. Tadbirkorlarimizni qiynab kelayotgan muammolarni yaxshi tushunamiz. Elektr energiyasi, logistika, aylanma mablag', litsenziya va ruxsat berish jarayonlari bo'yicha masalalarni hal qilishda hokimlik tomonidan ham amaliy yordam ko'rsatilib ham kelyapti. Bundan keyin ham biz to'xtamaymiz. Har bir tadbirkorni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Biz uchun har bir tadbirkorning fikri muhim. Bugun ham, kelgusida birga ishlash jarayonida ham. Chunki xususiy sektorda agar biz rivojlantirmas ekanmiz, iqtisodiyotimizda yuqori o'sishga erishib bo'lmaydi. Hurmatli tadbirkorlar, shundan kelib chiqib oldimizga 5 ta asosiy
strategik vazifa turibdi. Birinchisi, ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish. Endilikda oddiy o'sish emas, balki sanoatlashgan qurilish tizimiga o'tish vaqti keldi. Ya'ni yirik industrial qurilish klasterlarini tashkil etishimiz kerak. Mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashimiz shart. Yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tishimiz zarur. Ikkinchisi, sifat va raqobatbardoshlikni kuchaytirish. Bugun bozorda faqat arzon mahsulot emas, balki energiya tejovchi, ekologik xavfsiz, xalqaro sertifikatga ega mahsulotlarga talab ortyapti. Endilikda har bir korxona va qurilish sohasidagi tadbirkorlar talabidan kelib chiqib, ISO, EK standartlar asosida ishlashni tashkil qilishimiz lozim bo'ladi. Uchinchisi, yashil qurilish va energiya samaradorligi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, energiya tejovchi texnologiyalar qurilish xarajatini 20-25% gacha qisqartirishi mumkin. Shu sababli quyosh energiyasidan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, zamonaviy issiqlik saqlovchi materiallar ishlab chiqarishni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta muhtaram prezidentimizning qaror va farmonlari bilan bu sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator imtiyozlar ham berilgan, topshiriqlar ham berilgan. Bu bo'yicha ishlaymiz. Buning uchun davlat tomonidan qator imtiyozlar bor. Uni hozir mana mutaxassislar so'zga chiqqanda sizlarga yetkazishadi. To'rtinchisi, import o'rnini bosish. Ayrim qurilish materiallari hali ham import orqali keltirilyapti. Bu sir emas, buni hamma yaxshi biladi. Vaholanki viloyatimizda 250 ta noruda konlar mavjud. 191 ta kon o'zlashtirilgan bo'lsa, 13 tasi auksion savdolariga chiqarilgan. Konlardagi sement, qum shag'al, qurilish toshlari mahsulotlaridan 70% ga foydalanyapmiz. Biroq xomashyoni chuqur qayta ishlash yo'qligi sababli keramzit, silikat, keramika gellari, mineral tuzlar, pardozbop toshlar ishlab chiqarish hajmi viloyatda 30% ga ham yetmayapti. Mavjud katta xomashyo zaxirasidan biz albatta foydalanishimiz zarur. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab foydalanishimiz kerak. Beshinchisi bu eksport. Eng muhim masala mahalliy mahsulotni tashqi bozorga olib chiqishimiz kerak. Qo'shni davlatlar bozorida quruq qurilish aralashmalari, oyna, keramika, alyuminiy konstruksiyalar, bazalt mahsulotlariga talab yuqori bo'lyapti. Ayniqsa Afg'oniston, Pokiston, Yaqin Sharq bozorlari eng yaxshi bozor bo'lib turibdi. Buni yaqqol misoli mana Qarshi Konch sement kitobdagi mana xorijiy korxonamiz misolida aytishimiz mumkin. Korxona Afg'oniston bozoriga eksport hajmini 2 barobarga oshirdi. Bugungi kunda 7,5 million dollarda tashkil qilyapti. Talab yuqori, lekin biz mahsulot yetkazib bera olmayapmiz. Vagondan boshqadan muammo bo'lyapti, mahsulot yetkazib bera olmayapmiz. Korxona bugun nafaqat viloyatimizda, balki qo'shni viloyatlar uchun ham yirik sement ta'minotchisiga aylandi. Bugun dunyoda qaysi davlat tez rivojlanayotgan bo'lsa, u yerda qurilish industriyasi kuchli. O'tgan yil qurilish sohasiga 104 million dollarlik investitsiyalar jalb etilgan bo'lsa, viloyatda bu yil bu ko'rsatkichni biza 150 million dollardan oshirishni rejalashtirganmiz. O'tgan 4 oyda Xitoy, Eron va Ozarbayjon kapitali ishtirokida 50 million dollardan ortiq investitsiya kirib keldi. Eksport 8,3 million dollar, import 11 million dollarni tashkil qildi. Qamashi tumanida mana bilasizlar, Ozarbayjonning Matanat korxonasi tomonidan
22 gektar maydonda umumiy qiymati 73 million dollarlik 3 bosqichli gipsokarton va quruq qurilish qorishmalari ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilyapti. Birinchi bosqichini Xudo xolasa Murodjon G'aniyev bir 10 kun ichida ishga tushiramiz. Rahmat. Demak, bugungi uchrashuvimizda demak 100 dan ortiq tadbirkorlarimiz qatnashyapti. 150 dan ortiq aniqrog'i. Shuning uchun hurmatli tadbirkorlar, takliflar bo'lyaptiki, viloyatda bugun qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarni yagona uyushma, alyans atrofida birlashtirishni davrda o'zi talab qilyapti. Nima uchun aynan hozir bu narsa muhim? Birinchidan, hozir viloyatda 600 dan ortiq qurilish korxonalari faoliyat yuritib, har biri alohida ishlayapti. Xomashiyoni qimmatga sotib oladi, logistikani alohida to'laydi, eksportga kichik partiyada chiqaradi va davlat imtiyozlaridan to'liq foydalana olmayapti. Bu ayni haqiqat. Tarqoqlik bu tannarxni oshirib, raqobatbardoshlikni susaytirib yuboryapti. Ikkinchidan, ichki talabni 25-30% import hisobiga qoplanyapti. Bundan ham ko'proq, aniqrog'ini aytsak, bundan ham ko'proq. Asosan qurilish materiallari, boshqalari hammasi Toshkent shahardan rastamoshka bo'ladi. Yog'ochi ham, taxtasi ham, despisi ham, yoki buyog'i ham, hammasi. To'g'rimi Zayn aka? Hamma borib Toshkentdan qurilish materiallari bozordan olib kelyapti. Shuning uchun bizga bu kamday ko'rinyapti. Bizni Qashqadaryoning tamoyilisidan o'tgani 10dan 1. 10dan 1 ham emasdan. Chunki aksariyat Toshkentdan o'tyapti. Shuning uchun ham bular 25-30% deyapti, vaholanki juda ko'p. Birlashgan holda biza umumiy xom ashyo bazasi va chuqur qayta ishlash orqali mana shu import bo'lib keladigan mahsulotlarni o'zimizda ishlab chiqarib, import o'rnini bosishimiz mumkin. Uchinchidan, prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, jumladan klaster modeli, bu bo'yicha prezidentimizning 139 sonli qarorlari qabul qilingan va qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish choralari, bu bo'yicha prezidentimizning 365 sonli qarorlari qabul qilingan. Demak, uyushgan va klaster shaklidagi korxonalarga mana shu qarorlar juda katta yo'l ochyapti. Yolg'iz korxona bu imtiyozdan to'liq foydalana olmaydi. Birgalikda esa kichik korxona ham undan kelgusida foydalanadi, bahramand bo'ladi. To'g'riroq. To'rtinchidan, mana shu yagona uyushma orqali yoki mana alyans orqali tashqi bozorda yagona brend va umumiy savdo uyi orqali kichik korxonalarning mahsulotini ham eksportga olib chiqish imkonini beradi. Biz mana shundan foydalanishimiz mumkin. Masalan, bitta kichkina korxona logistikasiga, unga tashqi bozorga xaridor topib qancha qiynalib ketsa, bitta platforma bo'lib, hamma joy raqamlashgandan keyin mana kichik korxonalar mahsulotini beradi, birgalashib bularni eksportga chiqarsa, bu ham demak o'zini natijasini beradi. Beshinchidan, dunyoda tez rivojlanayotgan har bir hududda kuchli klasterlar mavjud. Agar biz ham vaqtni boy bermay birlashsak, birgalikdagi ulgurji xarid bo'ladi. Kamida 5 yoki 15% gacha arzon bo'ladi. Ulgurji xarid arzon bo'ladi. Viloyat hokimligi ushbu uyushmani, mana shu alyansni tashkil etish tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Mani boshchiligimda unga tashkiliy va huquqiy jihatdan ko'mak beradi. Qurilish sohasidagi tadbirkorlar uchun bu juda katta imkoniyat. Birlashadigan vaqt keldi oyda. Biza mana shu birlashib, mana shu ishlarimizni ko'tarib, qurilish sanoatini hozir ham eng yuqori driver soha, bundan da yuqori cho'qqalarga ko'tarishimiz mumkin.
Hurmatli tadbirkorlar, shu bilan birga sizlarni qurilish materiallari sohasida yangi loyihalarni amalga oshirishga, innovatsion yondashuvlarni keng qo'llashga va mahsulot sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqishga chaqiraman. Qashqadaryo viloyati qurilish yo'nalishlarida keng xomashyo bazasiga ega. Xususan, kafel ishlab chiqarish uchun xomashyoni 90%, santexnika mahsulotlari uchun 98%, qurilish oynasi uchun 86%, stiklokristallit uchun 72%, chinni idishlar ishlab chiqarishga ham mana 90% xomashyo zaxirasi viloyatimizda mavjud. Faqat kaolin mahsulotini Toshkent viloyatidan keltiramiz. Masalan, kitobda lak bo'yoq, oq mramor, qora granit, Yakkabog'da shisha idishlar, bozorda keramzit tom qoplamalar ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirishimiz mumkin. Qarshi xalqaro aeroportiga tutash yondosh hududda 120 gektar maydonda erkin iqtisodiy zona tashkil etilgan. O'zlaring yaxshi bilasizlar. Ushbu hududga investorlarni jalb qilgan holda yangi ishlab chiqarish korxonalarini ishga tushirish va qurilish xomashyo materiallarini qayta ishlash imkoniyati mavjud. Sanoat zonasi barcha infratuzilma bilan ta'minlangan, muhim jihati esa soliq bojxona imtiyozlari qo'llanilgan. Yana mana prezidentimizning 96-sonli qarorlari qabul qilindi 13-mart kuni. Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida u yerga ham o'tilyapti. Muborakda ham erkin iqtisodiy zona tashkil etilyapti. 200 gektarda. U yerga ham temir yo'l bor, gaz, elektr doimiy ravishda bor. Infratuzilma to'liq qilib beriladi. Xuddi shunday Talimarjonda ham Nuriston posyolkasida bu yo'q Talimarjon testi yonib bo'lgan, aksar o'rtasida joy, u yerga ham temir yo'l bor, u yerga ham sanoat zona bo'ladi. Bundan tashqari mana Qarshi tumanida Mo'sinni qayta ishlash zavodi qurilyapti. Bu ham Qarshi shaharining yarmini ga yetadigan elektr energiyasi ishlab chiqaryapti. Par ishlab chiqaryapti. Bu yerda ham biz rejalashtirganmiz kelgusida qurilish materiallari ishlab chiqaraman degan tadbirkorlarimizga yer maydonlarini ajratish va berish bo'yicha u yerga ham bemalol tadbirkorlik qilsa bo'ladi. U yerga ham temir yo'l kirgan. Men o'ylaymanki, Qashqadaryodagidek imkoniyat, sharoit yo'q bu joyda. Faqat bundan biz unumli foydalanishimiz shart. Ushbu sanoat zonalarida mana men aytdim, 100 gektarlab bo'sh yer maydonlari bo'lib, yangi joylar loyihalarni biz joylashtirishimiz mumkin. Bu sanoat zonalari bugun och holatda turibdi, sizlarni kutyapti. Qachon tadbirkorlar kelib bu yerga ish qilar ekanda bular kutyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar bugungi kunda hokimliklarning eshigi albatta investitsiya olib kelayotgan, ish o'rni yaratayotgan, eksport qilayotgan har bir tadbirkor uchun doimo ochiq. Ishlasak, Qashqadaryoda qurilish sohasida imkoniyat va ishga solinmagan juda katta zaxiralar bor. Faqat va faqat o'zimizga foyda bo'ladi. Har bir Qashqadaryolik o'zini qishlog'iga, mahallasiga, tug'ilib o'sgan tumaniga va Qashqadaryomizga o'zini hissasini qo'shishi kerak. Viloyat hokimligi tomonidan ushbu yo'nalishda investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash va eksportyor korxonalarga ko'mak berish bo'yicha viloyat hokimligi meni o'zim mana bu yerda men o'rinbosarlarim ham o'tiribdi. Mana birinchi o'rinbosarim Alisher aka, qurilish umuman kommunikatsiya sohasi bo'yicha Murodjon G'aniyevich hammalarning taniysizlar o'rinbosari. Investitsiya bo'yicha mana Shohrat aka, kecha tadbirkor edi Shohrat aka. Bugun mana meni muovinim. Xudoga shukr, mana tadbirkorlar akani haqqasidan ergashyapti, bilyapti. Chunki bu kishi ham dardini ichidagi masalani biladi. Qanchalik bitta ruxsat olish, boshqa olish og'ir boshidan o'tgan hamma narsa. Bu yoqda hech kim aldolmaydi. Mana Oybek aka, bu kishi ham meni demak cho'llanish va qishloq xo'jaligi sohasiga investitsiya tortish bo'yicha o'rinbosarlar. Men o'ylaymanki, bu yerda boshqa mutasaddi tashkilot rahbarlari ham o'tiribdi. Hammamiz
hurmatli mana shu quruvchilar, tadbirkorlar, sizlarni yordamchilaringiz. Nima masala bo'lsa, 24 soat shtab tashkil qilingan, murojaatni qabul qilishga, yechishga, tezroq hal qilishga biz tayyor. Hech qanaqa bahona, boshqa narsaga o'rin yo'q. Shunday qilmasak ish ketmaydi. O'tiringlar. Aslida mana viloyatimiz yangilanayotgan O'zbekiston kabi tobora yuksalib borayotgan ulkan imoratga o'xshaydi. Bu binoga bitta ham bo'lsa g'isht qo'ya olishni o'zi juda katta baxt. Ertaga agar mana shu uyushmamiz yaxshi ishlab ketsa, import qisqarsa, ishlab chiqarish ko'paysa, mahalliylashtirish ko'paysa, eksportimiz ko'paysa, xohlaymizmi yo'qmi, bu aholimiz daromadi oshadi, chetdan pul keladi, uylarimiz ham tez-tez sotiladi, quruvchilarimizda ham foydasi daromadi oshib bo'ladi va bu qurilish sohasi boshqa sohalarda ham tortib ketadi o'zining orqasidan. Mana sizlar bilan uchrashib, yig'ilib o'tirganimizda ham maqsadi shu. Men ishonchim komil, davlat va xususiy sektor hamkorligi orqali qurilish materiallari sohasini yangi bosqichga olib chiqish bugun vaqti soati keldi. Mana shu yo'nalishda agar bugun o'zlarining fikr mulohazalarini bildirsanglar, takliflarini bildirsanglar, bularni hammasi fiksatsiya bo'ladi, hammasini yoza olamiz, ijrosini kelgusida ta'minlaymiz, zarur chora-tadbir belgilaymiz va bir-birimizni qo'llab-quvvatlab ishlaymiz. Oldinlar hokimiyat eshigidan yo prokuraturaning yo boshqa idoraning eshigidan birov kira olmagan, qochib yurgan hamma bir-biriga. Bugun unaqa zamon emas. Bugun prezidentimiz hamma idorani boshini shunday qovushtirib qo'ydilar. Yagona maqsad sari xalqqa xizmat qilish, vatanga xizmat qilish, tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash. Albatta ikkita bemaza chiqib turadi, lekin ularga jazosini qonun boshqa o'zi berib turadi. Tadbirkorga qarshilik ko'rsatadigan, faoliyatiga noqonuniy aralashadigan odamni bizning oramizda o'rni yo'q. Ruxsat bersanglar, bir mana shu yig'ilishimizga bir moderator qilib olsak, men Shuhrat aka bir so'z bersakda, hozir bu kishi moderator deb qilsalar, mana investitsiya bo'yicha muavin, kecha mana tadbirkor edilar. Shu tartibda boshqarib, keyin mana Shuhrat aka so'z berasiz, Ilyos akamga boshqa taqdimotlar bor, fikr mulohazalarini eshitib, ish jarayonimizni davom ettirsak. Nima deysizlar? Bo'ladimi shunday qilsak? Ha? Marhamat Shuhrat aka.